G'arbki no'makli safari oyoqlashgandan keyin Amitabh Buddha nemishqa avvallik suvarani mukofotlamaydi, taqdirlamaydi. Qaranglar, bu g'arb no'makli safari oyoqlashgandan keyin Amitabh Buddha hammasini mukofotlaydi. Tangsungni Jinquanzi Fozu qildi. Sunukungni Doujan Shengfu buldu. Jubaji Jingtan Shiji buldu. Shasong Jinshen Lohan buldu. Bu yerki Baylong maçıqda Babu Tianlong buldu. Hammasini mukofotlaydi, taqdirlaydi. Biroq avvallik suvarani olsa bir eg'iz maqtabni qo'ymaydi, hech qanday mukofotni bermaydi. Bundaq desam, nurg'unlar bu yerki avvallik suvara bu satva g'arbga no'makaga bormagan tursa, bu no'makilgan bu tenduyni bo'lmasa, nimish bu mukofotlaydi deyishinglar mumkin. Meni go'nju qilib filmning davomini. Bundaqda asarning eng beshig'ini nazar solaylik. Avvallik suvara bu satva Tangsongni yuz berib, Changanda bu yerki Tangsongni tanlaydi. Tangsongni tanlab, buni g'arbga no'maklashga buyurdi. Uning keyindan tog'asi yozgan Sunukongni qichiq berib, shu Tangsongga shogirdlik qilishni, shundalar bu tog'ning ostida qutla oladiganligini buyurdi. Uning keyindan Baylongma chiqqan vaqtda shu Baylongmani yarashtirib Tangsongga shogirdlik qilib, buni ot qilib turdi. Uning keyindan bu yerki Sunukongni boshqarmagan vaqtda yana shu avvallik so'ra bu sotva kelib, beshidagi chambarakni urdi va Apsunni o'gitib qo'ydi. Undan keyin mayli Jubajini elish, Shasongni shogirdlik qabul qilish, keyingi safarda bo'lsa Tungtian daryosiga kelgan vaqtda ilk oltin baliqni mushuk tutib turdi. Qizilbosh tugunakni mush avvallik suvara yo'qitib turdi. Qariyiq bu Zarkasayani o'g'irlab qochgandimi, yana shu avvallik suvara bu satva kelib bu yerda bunga yordam qildi. Qaranglar, bu tenduyda avvallik suvara bular bilan birga mamg'ini bilan butkul safar jarayonida, butkul g'arb no'makli safar jarayonida bu yerda avvallik suvara va ham eng muhim rol o'ynagan avliyolarning birisi. Biroq Amitabh Buddha nimishqa buni mukofotlamaydi. Nimishqa mukofotlamaydi deganda amaliyotda mukofotlamaydi emas, mukofotlanmaydi. Chunki avvallik suvara bu satvaning o'rni, hurmati intan yuqori. Amitabh Buddhadan qilishmaydi. Masalan, yoshlar har urusq chaqaga vaqt qarasanglar, Yorun Sultan Ubuldan tatib hammasi avvalgi so'ra bu satvaning oldiga chiqdi. Chaptul bazmistim eng katta o'rinni burdi. Sunukong arish urusini malman qilgan vaqtimi avval Amitabhni chaqamay, avvalgi so'ra bu satvani chaqirdi. Birdan haqsiz yurganlarni aytmanglar. Chunyivanzining qiyshiq berib, odamga miyusini qilgan vaqtimi, Jonyan baş Sunukongga deydi. Sen berib Amitabhni chaqarsangmi, ishni qilamaydi deb Amitabh deydi, Amitabh Buddha demay. Biroq avvalgi suvara kelgan vaqt qarsang, izzat, ikram, hurmat bilan buni oldirib chiqdi. Endi bu avvalgi suvara bu satvaning o'zining eng kuchlilarini qarsang, nurg'un eng kuchlilar va yeni shogirdlar qarsangmi, Muja, Longni, keyin elqi qariyiq Qizilbosh tuguna qatorliq nurg'un katta avliyo shogirdlari bor buning. Lingshan xislatlar tog'dagi o'rni qarsaqmi, avvalgi suvara bu satvaning o'rnimi Amitabhning yenidilar. Intayin yo'qolish. Shuning uchun hamda buni qayta bir taqdirlay o'rnini ko'taray deshga amal yo'q Amitabh Buddhaning. Undaqdan nemishqa bu yerda avvalgi suvara bu satva bo'ldi, Buddha bo'lmaydi. Ya'ni Guayin Pusa atlib, Fozu atalmaydi. Bunday yo'nlikka to'g'rilayman. Maktabda o'qiyotgan vaqtda 5 mo'chang gapgan. Ey, ko'ntam. Davdov ochiqlari 19 qo'yga 20 xalta. Ajoyib payzaylik tam. Yigitlar do'stlar, seyr qarorga kirib izdanglar, yoki topolmaganlar menga ayrim so'shin qilsanglar. Yo'lab bermang.